Bir kishi mast bo'lib, ariqqa ag'anab tushdi-yu, o'rnidan qaytib turmadi. Juma kuni tongi edi. Ko'pchilik hayron qoldi. Piyonista odam ham muborak juma kuni o'lar ekan-da, dedi o'ziga o'zi. Mulla ham ijirg'anib janoza namozini o'qigandan so'ng ahli jamoaga qarab, bu inson orqasidan yomon gapirish bizga farz emas. Ammo ibrat bo'lishi uchun biz uni qo'shni qishloqdagi eski qabristonga ko'mamiz. Bizning qabristonda hoji bobo-yu momolar yotibdi. Ularning orasiga boshdan oyoq gunohga botgan kimsani qo'ysak, o'tganlarning qarg'ishiga qolamiz dedi. Odatda tobutga hamma yopishardi, ammo piyonistaning tobutiga hech kim yopishmadi. Ular tobutni ko'tarishda savob yo'q deyishdi shekilli. Tobutni o'lgan kishining 4 ta ulfati yelkalab ketdi. Ular marhumni ulug'lar edilar. Qo'shni qishloqdan o'tishda to'satdan tobut ichidan ovoz keldi. 4 kishi qo'rquvdan dong qotib qoldi. Shunda bir chol paydo bo'libdi. U oppoq kiyingan va boshiga oq salla o'rab olgan ekan. Nimaga to'xtadinglar? Marhum gapirdi. Chol kafanni ochgan edi, o'lgan kishi atrofga alanglab, boyagi savolni yana qaytardi. Davoncha qishlog'idan o'tayapmizmi? Chol: "Ha, 1 soat vaqtlaringni olsam. Go'rga kechgacha yetib boramiz. Shu qishloqda bir xasta singlim bor. Holidan xabar olib olay. Har 2 kunda xabar olib turardim. Bugun kelishim kerak edi. O'lib qoldim." Chol jilmaydi. "Men odam suratidagi Azroilman. O'rningdan turdi, singlingni uyiga bor. Keyin uyingga jo'na. Istaganingcha yasha. Senga jannat naqd", dedi. 4 kishi hayron bo'lib choldan so'radilar. "Jannat naqdmi?" "Ha, opa singlisining holidan xabar olib turgan kishiga Xudo jannatni naqd qilib qo'yibdi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar."